narsa bor ekan-u. Juda farosatli qizsan-da. Lekin bekor qilibsan. Nimaga? Sen meni mehmonim bo'lsang, bu narsalarni men qilishim kerak edi. Obbo, qo'ysangchi bo'lmagan gaplarni. Xo'p, bo'pti. Qanaqa kino ko'ramiz? Sevishganlar haqida? Iltimos, faqat unaqa. Tinchlikmi? Negaligini hozir aytaman-da, bolam. Eshitishimizcha, xotiningni haydashdan oldin biz Nima qilyapsan? Haqiqiy do'stimsan. Allo. Allo. Binafsha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'tir. Mast deb o'ylama. Aql hushim joyida. Ko'rinib turibdi. Ketaman. Nima? Esing joyidami? Jinnilik qilmagin. Assalomu alaykum barchaga. Drama W kanaliga xush kelibsiz. Agar siz chuqur hissiyotlarga boy hikoyalar, kuchli aktyorlik mahorati va samimiy shaxslarni yoqtirsangiz, demak to'g'ri manzildasiz. Bugun biz siz bilan birgalikda serialning eng muhim burilish nuqtalaridan biri bo'lgan 70-qismni batafsil tahlil qilamiz. Hissiyotlar cho'qqisiga chiqqan, haqiqatlar yuzaga qalqqan va yashirin niyatlar fosh bo'lgan ushbu qism tahlilini keling vaqtni boy bermasdan boshlaymiz. 70-qism asosan haqiqat, pushaymonlik va ichki kuch haqida hikoya qiladi. Bu qism shovqin-suronli janjallar yoki kutilmagan mo'jizalar bilan emas, balki hayotiy tuyg'ular va mazmunli muloqotlar bilan tomoshabin qalbini zabt etadi. Voqealar final sari yaqinlashar ekan, o'tmishdagi xatolarning oqibatidan endi qochib bo'lmasligi ayon bo'lib qoldi. Har bir personaj o'z hissiyotlari oldida ojiz qolgan. Ayniqsa, barcha qiyinchiliklarga qaramay mag'rur turgan Ifat obrazining kuchi yaqqol ko'zga tashlanadi. Ifat ushbu serialning qalbi bo'lib qolmoqda. Bu qismda biz ancha ulg'aygan va ruhan kuchli Ifatni ko'ramiz. U endi ikkilanmayapti. U o'z haqiqatini qabul qildi va har qanday sinovga tayyor. Ushbu qismning eng go'zal jihati Ifatning sukunati. U ko'p gapirmaydi, lekin uning ko'zlari yillar davomida chekilgan sabr va qurbonliklarni so'zlaydi. Uning xotirjamligi shuni isbotlaydiki, ayol kishi o'z qadr-qimmatini isbotlashi uchun baland ovozda gapirishi shart emas. Uning g'ururi o'zi uchun so'zlaydi. Shu bilan birga bosh qahramon, ya'ni erkak obraz o'z xatolarining naqadar og'ir ekanligini angla boshlaydi. Bu anglash jarayoni juda tabiiy tasvirlangan. Uning pushaymonligi yuz ko'z bilan bilinib tursa-da, yetkazilgan zararni osonlikcha tuzatib bo'lmaydi. Drama shuni ko'rsatadiki, shunchaki afsuslanish yetarli emas. Bir marta singan ishonchni qayta tiklash uchun yillar kerak bo'ladi. Ba'zan esa uni aslo tiklab bo'lmaydi. 70-qism oila va jamiyat bosimini ham chetda qoldirmadi. Nomus va an'ana niqobi ostida insonlar taqdirini boshqarishga urinishlar hali ham davom etmoqda. Ayrim obrazlar o'z xatolarini tan olish o'rniga hamon bilmasda Ifatni ayblashadi. Bu esa ayollardan cheksiz qurbonlik kutadigan, lekin mas'uliyatni o'z bo'yniga olmaydigan achchiq hayotiy haqiqatni aks ettiradi. Rejissyorlik ishi ham tahsinga loyiq. Ortiqcha shovqinli musiqalardan ko'ra qahramonlarning yuz ifodalari va nigohlariga ko'proq urg'u berilgan. Oddiy, ammo kuchli muloqotlar tomoshabinning yuragiga yetib boradi. Sokin yoritish tizimi va sukunatdan unumli foydalanilgani epizodning ta'sirchanligini yanada oshirgan. 70-qism bizga muhim bir dars beradi. Sukunat bu adolatsizlikka rozilik degani emas. O'z qadr-qimmati uchun kurashish boshqalarni xursand qilishdan ko'ra muhimroqdir. Ifat o'zining sabri va irodasi bilan barchamizga o'rnak bo'lishda davom etmoqda. Azizlar, bu bugungi sharhimiz edi. Sizningcha Ifat uni kechirish kerakmi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Drama W kanaliga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha